do'stlar, bu videomizda sizlar bilan 5 million o'zbek dasturchisi platformasidan sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun ixtiyoriy brauzerga qidiruv tizimiga 5 million dasturchi deb yozib qidirib olamiz. Qidirish natijasida birinchi chiqqan ma'lumotni, ya'ni sayt ustiga bir marta bosish orqali shu oynaga olib o'tadi. Tizimga kirish tugmasini bosgandan keyin bizda login parolga kirishimiz mumkin yoki ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin yangi foydalanuvchi. Xohlasangiz password, xohlasangiz metrika orqali. ifr faqat lotin harfini oladi, ruscha bo'lgani yozilmaydi. ifr metrika raqam, tug'ilgan kuni, holatda qilib turib, men robot emasman tugmasi bosiladi. Va yuborish tugmasi ham bosiladi. Keyingi holatda shu oyna ochiladi. Foydalanuvchi nomini kiritishingiz mumkin. Xohlasangiz ismini, xohlasangiz familiyasi, farqi yo'q, o'ylab topasiz o'zingiz. Va parollar ham qo'yiladi. Birinchisi parol qo'yiladi. Misol uchun maktab 29 qilinyapti. Keyingisiga ham maktab 29 qo'yilib, keyingi qadam bosiladi. Shunda mana Telegramga dan kod olish, shu Telegram botga o'tish tugmasi bosadi. Shu orqali Telegramdan mana kodni olish tugmasi bosilib, kodni olamiz. O'sha kodni saytga o'tib yozib chiqamiz va yuborish tugmasi bosiladi. Yuborish tugmasi bosilganda ro'yxatdan o'tadi. Shu tarzda ro'yxatdan o'tamiz. Keyingi holatda ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi qiladigan ishimiz foydalanuvchi nomini yozib, parolni yozib, men robot emasman tugmasini bosib, shu kapchani to'ldirib chiqamiz. To'g'ri bo'lgan bo'lsa o'tadi. Tizimga kirish tugmasi bosiladi. Muvaffaqiyatli kirdingiz deyapti. Modul ezamiz. Keyingi holat shu oynaga o'tadi. Modullarni bosganimizdan keyin bu birinchi modul, ikkinchi modul, uchinchi, to'rtinchi modul. Barchasini hoziroq boshlash tugmasini bosamiz. Birinchisini tanlaganimizdan keyin keyingi oynaga o'tdi. Sayt yaxshi ishlaganda bunaqa qatishlar, muammolar bo'lmaydi. Mana ochdi videomizni. Videoda birinchi qiladigan ishimiz nastroykaga kirib turib, mana joyini 2x ga qo'yamiz va sifatini pasaytirib olamiz. Sababi internetimiz tezroq ishlashiga va tezroq videoni ko'rishga imkon beradi. Play tugmasi bosamiz. Har bitta Assalomu alaykum. So'zimni Dubai amiriga valiahd shahzodasi muhtaram Shayx Hamad. Shu holatda ovozi ochiq qolaveradi. Ba'zan kompyuterda o'zini ovozini atkulish qo'yamiz. Shu holatda barcha videoda ko'rib chiqamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bitishga chiqadi. Assalomu alaykum. So'zimni Dubai amiriga valiahd shahzodasi muhtaram Shayx Hamad bin Muhammad bin Roshid al-Maktumning tashabbusiga ko'ra Dubai amirligida 1 million kishiga prompt ta'limini berish maqsadida boshlangan 1 million prompter dasturiga qo'shilganingiz uchun sizga minnatdorlik bildirishdan boshlamoqchiman. Ushbu tashabbus har biringizda sun'iy intellektdan foydalangan holda tengsiz imkoniyatlarga ega bo'lish, qudratga erishish, hayotingizni tubdan o'zgartirish va hokazo barchasini 100% bo'lgandan keyin hoziroq boshlashni mana o'sha profilimizga, Telegramdagi profilimizga uni PDF formatdagi nimasi keladi, hujjat keladi. Shu orqali ham olishimiz mumkin bo'ladi sertifikatni yoki odamcha rasmini yozib
profil tugmasini bosib, mana hozirgi holatda internet sekin ishlayapti va sayt ham juda qatishlar bo'lyapti. Shuning uchun mana 4 bo'ldi, 100%. Mana joyda 100% bo'lib bizga загрузка bo'lganda sertifikat chiqadi. Buni yuklab olib turib bemalol jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Telegramga o'tib ko'rishimiz mumkin. Mana qolgan sertifikatlarimiz barchasi mana kelgan. Kerakli odamga bu narsani bemalol belgilab turib отправить qilib yuborishimiz mumkin bo'ladi, jo'natib yuborishimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.